Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun maratonga ta'rif 2026-savollar 10-savolni tahlil qilamiz, birinchi variant. Demak, eritrogram suvda qanday massadagi litiy gidroksidning digidrati eritilganda 10% litiy gidroksid eritmasi hosil bo'ladi. Demak, suvning massasi eritrogram. Va bizda litiy digidrat, litiy gidroksidni digidrat, ya'ni ko'paygan ikkita suvli kristal gidrati eritilganda hosil bo'lgan eritmada litiy gidroksidning 10% eritmasi hosil bo'lishi kerak. Biz diagonalga qo'yib ishlasak bo'ladi. Suvni 0% deb olamiz. Litiy gidroksidning digidrati bizda u ham bitta eritma. Faqat unda litiy gidroksid massasi 24 gram. Suv bo'lsa, ikkita suv bo'lgani uchun 36 gram olamiz. Jami bizda 60 gram bo'ladi. Endi uni foizini topib olamiz. Diagonalga qo'yish uchun 24 taqsim 60 ko'paygan 100. Bizda u 40% bo'ladi. Endi suvni bilar ekanmiz, u 0%. Suv 0%. Litiy gidroksidning digidrati esa 40%. O'rtaga hosil bo'lishi kerak bo'lgan eritmamiz 10% ni qo'yamiz. Bu yerda 30, bu yerda 10. Endi bizda litiy digidratning massasi aniq, u 54 gram. Bizda esa litiy digidratning massasini topishimiz kerak. Xo'p. Topish uchun x teng 10 ko'paygan 54 bo'lingan 30 teng 18 gram bo'ladi. Demak, x teng 18 ga. Javobimiz A javob. Endi